Mana bugun 24-may 2021-yil. Asalarilar mikronukleus parki va asalar zordamiz biz. Bu mikronukleus parkidan birinchi partiya yetilgan onalarni maqsadga muvofiq olib ishlatdik. Endi asosan may oyini oxiri va iyun oyida asalarchilar nima bilan shug'ullanish kerak degan masala turadi. Farg'ona vodiysini, Qo'qon zonasi atroflarini. Bu paytga kelganda, ya'ni 1-iyungacha hamma yosh ona arilarni отводкада, ya'ni bola oilalarda ona arilar uchi bo'lib, nasllarni berkitib turgan sharoitda bo'lish kerak. Bularni iyun oyida Qo'qon zonasi atrofida gul o'simliklarni gullar kam bo'lgani uchun, yo'q tabiatdan kelib turgan gulchang kamaygani uchun tog'li zonalarga olib borib, tog'li zonalarga olib borib, u arilarga yetarlicha gulchang keladigan joylarga qo'yib, o'sha oilalarni iyun oyi ichi rivojlantirish kerak. Tog' rayonlarda agar tabiatdan nektar, ya'ni ovqat kelmasa, lekin gulchang kelib turadi. U oilalarga kunora 600 grammdan sirop, ya'ni shakar qiyomi berib boqib turish kerak. Tabiatdan gulchang yetarli keladi, ob-havo yetarli bo'ladi. Asta-sekin o'sha bola oilalar va oilalar rivojlanishdan qolmasdan rivojlanib boraveradi. Paxta guli asosan bizda paxtadan o'sha iyul oyini 5-laridan nektar kelgani uchun iyul oyini 1-larida keyin paxtazorlarga olib kelib, o'sha paxtazorlarda paxtadan asal olish kerak. Ya bo'lmasa tog'ni yuqori asal beradigan o'simliklar ko'p joyiga ko'tarilib, iyul oyida asosan asal olish, ya'ni asal yig'ish mavsumini o'tkazish kerak va oilalardan keraklicha rejalashtirgan asal olishga erishish kerak. Bundan tashqari, ba'zi arichilar arilari juda kuchli boqadi. Eski onalari ham bor oilalar ham juda kuchli bo'lishi mumkin. Masalan, o'zimizda ham bir qism oilalar 3dan biri o'sha 2 etaj, 3 etajda o'tiradi. Ularni 5-iyun, 10-iyundan yantaqzorlarga olib borib qo'yib, o'shandan yantaqzorlardan asal olsa ham bo'ladi. O'shanday qilinganda shu iyun oyini 25-larigacha yantaqzorlardan har bir oilalardan 15 kilo, 20 kilo kuchiga qarab oilalarda asal olish imkoniyatiga ega bo'lib qoladi. Yantaqzorlardan asal olib bo'lgandan keyin eski onali oilalar bilan yosh onali oilalarni qo'shib olib, paxtazorlarga yo bo'lmasam tog' yuqorisiga, ya'ni shira beradigan o'simliklar ko'p bo'lgan tog' rayhon, kiygut bor joylarga olib borib, o'sha iyul oyida o'sha tog' asali olishni rejalashtirish kerak. Asosan arichilar ko'p holda ona ari chiqarishni asosan bizni sharoitda aprel oyining oxiri va may oyida bo'lishi kerak. Lekin may oyining oxiri va iyunda havo isib ketib, tabiatdan keladigan gulchang yetarlicha bo'lmay qolgan holatda ham
ba'zi arichilar ona chiqarishga harakat qiladi. Birinchidan havo issiq, 35 gradusdan issiq bo'ladi. Ikkinchidan tabiatdan kelib turgan gulchang deyarli juda oz bo'ladi, yetarlicha bo'lmaydi. Uchinchidan o'sha nektar kelishi ham past bo'ladi. O'sha sharoitda ham arilarga shakardan qilib qiyom berib chiqaraman deb harakat qilib qoladi. Bunda chiqarganda onalar sifatsiz, kichkina, yaxshi chiqmaydi. Shuning uchun may oyini oxirigacha onalarni chiqarib urug'lantirib bo'lish kerak. Iyun oyida esa shu yosh oilalarda va boshqa o'rta kuchdagi oilalarni rivojlantirib, iloji boricha ko'proq onalarni urug' qo'ydirishga harakat qilish kerak. Shunda asal sezonigacha arilarni ichidagi arilar soni 40 mingdan 60 minggacha olib borilib olsa, ya'ni bu degani dadan romkalarida 16 romkadan 24 romkagacha degan so'z. Shungacha erishilsa, o'sha oilalardan yetarlicha ko'zlangan maqsadga muvofiq asal olish mumkin. Lekin oilalar qancha kichkina bo'lsa, ulardan keladigan yig'ib oladigan asal shuncha kam bo'ladi va asalarichi bunda ancha yutkizib qo'yadi va mo'ljallangan daromadni qilolmay qoladi. Agar ba'zi arichilar asalari oilalari azroq 15 ta 20 ta bo'ladi, havaskor arichilar bo'ladi. Ular toqqa borib, u yerdagi xarajatlar ularni qoni qoplamaydi. Shuning uchun u holatda havaskor arichilarga shu iyun oyi boshlanganda iloji boricha arilarini baland bo'yli bog'larga, ya'ni baland bo'yli o'sha o'rikzorlarni ichiga qo'yib, o'sha o'rikzorni tagida baribir maysalar bo'ladi, o'tlar. O'shalarga bir haftada bir, 5-6 kunda bir suv berib turilsa, o'sha ari turgan joylardagi mikroklimat yaxshi bo'ladi. Keyin o'sha yerlarda qo'yib, ularga 2 kun, 3 kunda bir o'sha shakar qiyomini berib turish kerak. Yarim litrdan. Shunda ari yaxshi nima qilaveradi. Arilar undan tashqari odamlar har xil agaratiga, maydoniga har xil ekinlar ekadi. O'shalardan o'ziga yarasha ozmoz gulchan kelib turadi. Arini salqin joyga qo'yib, o'shalarni baqib tursa, o'sha asal paxtadan asal keladigan vaqtgacha ularni arisi ham o'tirib qolmaydi, ma'lum miqdorda rivojlanib turadi. Ba'zi arichilar adashib shu asalari oilalarini yalang issiq joyga qo'yib qo'yadi. Havo harorati 35 gradusdan oshib ketgandan keyin buni ichidagi arilar tuxum qo'yishi onani pasayib ketadi. Arilar oilani ichini sovutish mavora bo'lib qolib, asal sezoni boshlangungacha yetarlicha miqdorda ko'paymaydi. Oilalarda ichidagi arilar. Shularga ham e'tibor berish kerak. Mana iyun oyi kelyapti, tabiatdan ovqat kelishi juda past deylik. Shunda arizordagi arilarni, asalari oilalarining ichidagi arilarni soniga qarab, arilarni miqdoriga qarab, sonini miqdoriga qarab ularga shakar qiyomini berib turish kerak. Masalan,
dadan ramkasida 4 ta ramkada o'tirgan arilar 1 kilo ari hisoblanadi. 10 mingta ari degan so'z. Bularga har kuniga shu arilar rivojlanishdan to'xtab qolmasligi uchun kamida 150 grammdan qiyom berib turish kerak. Endi bu 150 grammda har kuniga berish qiyin bo'lgani uchun 4 kun 5 kunda bir har kuniga 150 grammdan hisoblab turib bir marta berib qo'ysa ham bo'ladi. Masalan 4 kuniga 600 grammdi. Endi deylik 8 romkada dadan romkasida o'tirgan oilalar bor deylik. Bularga har kuniga 300 grammdan hisoblanadi. Ya'ni masalan 5 kuniga 5 kara 3 15 1,5 litr 5 kunga bir berib qo'ysa ham bo'laveradi. Lekin asalari oilalariga gulchang kelib turishi shart. Iloji boricha erta bilan vaqtli turib oilalarni arilar kirib chiqish teshiklari, ya'ni quvurlarini oldiga kelib qaraganda arilar o'shanda gulchang tashiyotgan bo'lishi kerak. Gulchang kelmay qolsa asalari oilalari rivojlanmay qoladi. Asalari oilalaridan vodiyda asosan paxtazorlarda shu iyul oyida asal kelgani uchun asalarichi oilalarda qachongacha sun'iy, ya'ni shakar qiyomi bilan boqish kerak degan masala turadi. Shuning uchun asalarichi 1-5 iyullardan paxtazorlardan asal kelgani uchun oxirgi marta qiyom berishni 25 iyullarda to'xtatish kerak. Undan keyin arilar o'zlari tabiatdan aktiv nektar olib kelaveradi.